Uydan rasa o sırada hidi kelib ketadi, aneladi, ochib qo'ydim. Havo aylansin bo'lmasa, amiya bilan dozaq aralashib kelyapti. Akalar, million tonna zakasim keldi. Har bittasini sizlarga hozir ochib ko'rsataman. Agar gapiretsam, menday qilib gapiraman. Nogironlarni bo'yni yo'qlarga o'xshab. Xullas, ovqat zakaz qildim akalar. Ovqat toza ochib ko'ramiz sizlar bilan birga. Non yemaganimga 45 ming yil bo'ldi. Yulduzli non ekan. Somsa oldim. To'yamanmi bu somsaga yo'qmi bilmayman. Hozirgi qilganimdan keyin meni Gvatemala menga qarab kulyapti. Oyog'i meniki o'xshagan Zaporojye oyog'i ekan. Xulupek bo'lmaganim uchun, babuyinligim uchun akalar yana ovqat zakaz qildim. Bitta ovqat bilan chegaralanib qolmaydi-ku. Babuyin, hatto bu yerda babuyinlik emas, nazarim och, ko'zim och, uzbekligim. Qornim to'ysa ham ko'zim to'ymaydi. Xullas akalar, tushunka mana hozir ishlasa ko'rinmayapti. Suvdan boshqa ovqat go'shtlari pastda bo'lsa kerak. Men eng yaxshi ko'rgan o'zbek ovqat, qancha o'zbek ovqat emas bu. Uyg'urlarman shunaqa yaxshi ko'raman akalar. Bunga achchiqlarni qo'shib, onasini ham ochib. Kir ishton kiyapti. Dunyoda bitta men yaxshiman, qolgan hamma xato ishlar qilyapti. O'zi videoni boshida mendan boshqacha video kutdinglar akalar. Yo'q, boshqacha video mendan kutmanglar. Babuyin musor tutmaydi. Matnga qaranglar, oqsoch tushibdi, bila. Zakazlarim esa keyingi videoda ochaman.